Ma'lumki, insonning ismi uning kimligini ko'rsatib beruvchi omil. Uni bir umr ko'tarib yurishga majbur. Endi majbur deganimiz har xilda. Uyatib ko'tarib yuradiganlar bor, sharaf bilan ko'tarib yuradiganlar bor. Endi o'sha eski davrlarda juda ko'p orfografik xatolarga yo'l qo'yilgan, ya'ni imloviy xatolarga. Masalan, Jumaboy o'rniga Dijumabay deb qo'yishadi. Qodir o'rniga Kadir, Yo'ldoshev emas, Yo'ldashev shunday qilib yoziladi. Hatto Fozilovni Pozilov ham deb qo'yishgan. Yoqubov, Yakubov. Ba'zi birovlar bor, mana shu orfografik xatodan faxrlanib yurishadi. Hayron qolaman. Kabulova deb qo'yishadi. Xo'jayev deb. Ergashev. Bu orfografik xatodan uyalish kerak. Kimlardir faxr bilan bemaloliga aytishadi. Ishonqulov deb qo'yadi. Uyatinglar, shu darajada odam tubanlashib ketganmi? Endi nima qilish kerak? Mana shu xatolarni to'g'rilash kerak. To'g'rilash uchun metrika deymiz, tug'ilganlik guvohnomasini ham to'g'rilash kerak. Ariza berib turib. Bu oson narsa, hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Ma'lum bir miqdorda endi pul to'lashga to'g'ri kelib qoladi. Hatto mening ismimda ham xato yozilgandi. Muzaffar deb. Bitta f tushib qolgan edi. U paytlarda bunaqangi elektron pasportlar bo'lmagan. Tush bilan yozilgan. Haligi piska deymiz, lizva. Mana shunda qiri yurib turib, bitta fni qo'shib qo'yganman. Keyinchalik pasportni almashtirilayotganda ana shu ikkita f bilan yozildi. Tug'ilganlik guvohnomasida bitta f, diplomga ham, boshqa hujjatlarga ham Muzaffar ikkita f bilan yozildi. Demakki, buni xatodan faxrlanish emas, balki ariza berib uni to'g'rilash kerak ekan degan xulosaga kelishimiz kerak. Bunaqangi imloviy xatolardan faxrlanib yurish endi bizga yarashmaydi. Bularni o'z vaqtida, joyida to'g'rilash kerak. Hozir mana shu xato kamchiliklarni to'g'rilash uchun bir qator imkoniyatlar yaratib berilgan. Mana shundan foydalanish kerak.